Namangan shahar kolxoz ko'chadagi masjidga kelganmiz. Bu yerga o'tkayli Zotokuba 130 talik katyol qo'yilgandi. Hozir o'shani qatorlarni qarab bergan keldik. Katyolni ko'rsanglar bo'ladi. 130 talik polni avtomat Zotokubadan qo'yilgan. Pulti pravniyasi dom avtomatga bo'lgan akalar. Katyolni ko'ryapsizlar. Hozir aytishyaptiki, o'tgan yili, ya'ni shu yil o'tgan yil sutkasiga 1000 kvadrat topli pol и boller bor bu yerda. Ko'ryapsizlar, hozir 500 talik, 200 talik bollerlar bor. Shu ichkarida suvli keladi, tahoratxonalari. Shu joyda rasxotimiz sutkasiga 120 kg rasxot qildik deyishdi. Juma kuni, payshanba kunlari 2000 kvadrat topli polni yoqqanimizda 200 kggacha bo'ldi. Lekin normal kunlarda 1000 kvadrat topli pol issiq suvli bollerlardan issiq suv olishlik uchun 120 kg ko'mir sarfladik deyishdi. Endi bizni hozir bugun bitta muammo bilan chaqirishdi. Akalar, ya'ni katyolimiz o'z kunini tutyapti, nimadan deb aytishganda, katyolni mana shu joylarni tozalashmagan. Chelakda polni kul chiqqan, shu joylarni tozalashmagan. Lekin katyol hozir kelib, chol servisini qarab, boshqa deyman, katyol yonyapti akalar. Hozir qaratish kerak. 50 ga qo'yilgan, uchta. Shunday holat. Katyol xudo xolasa 1 yildan bu yil 2-yil moshni choli ishlab turibdi akalar. 1000 kvadrat topli pol, mana boller issiq suv tahoratxonalarga beryapti, 120 kg ko'mir rasxot. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, yaxshi narxda qilib harakat qilamiz.